Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizni Instagram tarmoqlaridan ko'rib, mana shu Buxoro shahrigacha keldim. Rahmat. Meni e'tiborimni tortgani aynan mana shu chiroyligina yigitlarimizga o'zingizni misli ko'rilmas saboqlaringizni berayotgani. Bu saboqlar albatta ko'zi ojiz yigitlarimizni jamiyatda faollash uchun juda ham muhim va dasturi amal desa mubolag'a bo'lmaydi. Ko'zi ojizlar uchun yana qanaqangi dasturlarni ishlatsa ular jamiyatda ko'proq faollashadi. Mana shu haqida siz mutaxassis sifatida bir to'xtalib bersangiz. Demak, aslida bularga hozir bizada dasturlar bor. Asosan bizani 24-Nurli maskan, Buxoro shahridagi Nurli maskanda ancha ko'p tarmoqli bolalarni hayotga tayyorlash, ya'ni ko'zi ojiz bolalarni tarmoq ya'ni keyingi ijtimoiy hayotga tayyorlash dasturlari yoki mashg'ulotlari bor. Faqat shularni yanada takomillashtirish kerak, zamonaviylashtirish kerak. Yangi metodikalarni hayotga tatbiq qilish kerak. Ko'zi ojizlar uchun mana shunaqangi bemalol jamiyatda faol o'zini his qilish uchun, faollashish uchun qanaqangi metodikalardan foydalanasiz? Endi meni yo'nalishimga keladigan bo'lsak, yo'nalishlar ko'p. Meni o'zimning yo'nalishim mo'ljal olish va harakatlanish mashg'uloti. Men qator yillardan beri shug'ullantirib kelaman bolajonlarni. Asosan hozirgi vaqtda o'zim ham ilmiy ish ustida nima qilyapmanki, ya'ni shuni zamonaviylashtirish, yana bolalarni intensiv yo'llarini, ya'ni bularni hayotga tezroq moslashishi uchun intensiv yo'llarni shu ustida ishlayapman va e'tibor bergan bo'lsa, shu kanalimda ham berib boryapman ommaga. Asosan shu vaqtgacha faqat mana shu hassani ishlatish texnikasi ustida ishlangan bo'lsa, hozir o'shangacha bo'lgan davr, ya'ni hassagacha bo'lgan jarayonlarni yanada mustahkam harakatlantiruvchi o'yinlar bilan o'shani yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Nasib etsa, buni ishlab chiqyapmiz. Dasturlarni hali e'lon qilamiz tugasa. Asosan bizning internetimizda 6-7 xil yo'nalishlar bor. Avvaldan bo'lgan bu narsa, ya'ni logopediya ishlaydi bu yerda, masalan, ritmika, ritmi uchun ishlaydi. Davolovchi gimnastika fiziologiyasi bo'yicha ishlaydi. Men ana mo'ljal oldiradigan, mo'ljal olish va harakatlanish fani bor. Predmet tasavvuri, teri tuyish va qo'l motorikasi. Misol uchun ana shular bor. Yana bundan tashqari to'garaklar ham bu yerda musiqa yo'nalishi bo'yicha to'garaklar bor. Boshqa sport turlari bo'yicha, ana adaptiv sportlar yoki para sportlar bo'yicha ham bu yerda kompleks ishlar olib boriladi. Hayotga tayyorlash, ijtimoiy maishiy yo'nalish bor bizada. Ovqat, mana shu qizlarimiz uchun ko'proq oshxonada nima qiladi, tikish, nimalar, ana shunaqa. Murodjon, harakatlanish uchun eng muhim o'sha yo'nalishlardan biri qaysi deb hisoblaysiz? Endi yigit bolalarga ham, qiz bolalarga ham meni ayniqsa mo'ljal olish bilan mo'ljal olish va harakatlanish va savod chiqarish uchun Braille birinchi o'rinda shular kerak. Braille shriftida lotin alifbosini o'rganish. Chunki lotin o'sha Braille shriftidagi lotin alifbosini o'rganishi bu bolaning o'ziga o'sha bilim olish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'rgatayotgan bu yo'nalish esa u mana shu jamiyat orasida erkin harakat qila olishi uchun, o'zining kundalik hayotidagi ehtiyojlarini amalga oshirish uchun. Xohlagan joyga borib bilish kerak. Ko'zi ojiz bola, ko'zi ojiz inson mana shu men aytgan metodikalardan agar ko'proq hozir tatbiq qilsak agar, nasib bo'lsa, bundan keyin ko'rsatamiz hali buni davomida. Hayotda yanada o'sha imkoniyatlarni kengaytirish uchun albatta ko'p narsalar kerak. Birinchidan hozir texnika asrida yashayapmiz. Masalan, texnologiyalar albatta kerak. Masalan, hozir aqlli hassalar chiqqan, aqlli masalan ko'zoynaklar chiqqan. Oldindan signal beradi. Misol uchun bularga-da aytadigan bo'lsak, mana yoki Braille bo'yicha Braille yozuv mashinkalari dunyo bo'yicha endi puli qimmat bo'lsa ham endi moddiy jihatdan, lekin shuni asta-sekinlik bilan joriy qilib o'rgatishimiz kerak. Bizlar ham o'tishimiz kerak bu davr. O'sha yangi davrga o'tishimiz kerak. Bu o'rgatishimiz kerak, ular qulaylik yaratadi. Bu narsalar. Hassalarimiz, mana har xil hassalarimiz bo'lish kerak. 6-7 xil asli hassalar bo'ladi. Vaziyatga qarab hassalarni ishlatib bilish kerak. Mana shunaqa ish qilib, ya'ni yo'llarda ko'ramiz, inklyuziv jamiyatda bularga
mana shunaqa g'adir-budir yo'llar yoki ovozli svetoforlar yoki o'sha avtomobillarga, jamoat avtomobillariga, avtobuslarga ovozli yo'nalish beruvchi o'sha ovozli xabarlar, ana shular kerak albatta bularga. Adabiyotlar, ana bilim olish uchun ko'proq kitoblar, Braille sohasida bilim olish uchun. Ko'zi ojiz insonlarni faolligi qanchalar darajada oshish uchun qanaqangi yana yangi metodikalar qo'llanilishi kerak? Birinchi o'rinda ko'zi ojiz insonlarni, yoki zaif ko'ruvchi insonlarni biz birinchi qiladigan ishimiz mana shu umumjamiyatga integratsiya qilishimiz kerak. Ya'ni tayyorlash. Ularni ham, bularni ham o'zaro tushunadigan, o'zaro bir munosabat quradigan bir aniq bir yechimni yoki targ'ibot deyiladimi bu, qanaqadir tizimni yaratishimiz kerakki, bular shu xohlagan joyida ishlab bilishi kerak. Hech qanaqa to'siqsiz yurishi kerak. O'qish bo'ladigan masalan mana oliygohlarda bo'lsa, to'siqsiz erkin harakat qilib bilim olishi kerak, bularga imkoniyat yaratish kerak. Ya'ni men demoqchimanki, imkoniyat cheklangan inson yo'q, imkoniyati cheklangan sharoit bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq bularga shunaqa yuqorida aytgan jihozlar yoki bularga shu ovoz chiqaradigan yoki taktil yo'lakchalar yoki mana shu displeylar mana ko'proq o'rgatsak ularni va kelajakda ham bularni ish jarayonida ham tatbiq qilsak, ularga sharoit qilib bersak, ularga yaxshi bo'ladi. Bu yigitlarni ko'pini ko'rdik, hammasi sizni yaxshi ko'rishadi. Sabab nimada deb o'ylaysiz? Endi tiflopedagog degan inson shu qalbi shu kasbini ichishidan, qalbidan yaxshi ko'rib, fidoyilik ko'rsatish kerak. Bu bolajonlarga ta'lim berishda juda ham sabrli bo'lish kerak, mehrli bo'lish kerak albatta. Va joyi kelganda qattiqo'ram bo'lish kerak. Va shu narsalarni o'rta nuqtasini ushlash kerak. Doim izlanishda bo'lish kerak. Bu soha shunaqa sohaki, izlanadigan soha. Ha. Albatta. O'zingiz ijod qiladigan soha. Bu bitta joyga nuqtaga qoldi degani emas. Ya'ni yana izlanib, yana qanaqadir metodikalarni o'rganib, ularga faqat shu yurakdan yondoshsangiz agar bolani, o'zi ojiz bolani, o'sha bola sizni munosabatingizni albatta u qalbi bilan sezadi. Individual yondashuv zarur kerak. Albatta. Har bitta bolani alohida o'zini imkoniyatlarini, o'zini qiziqishlarini hisobga olib, albatta alohida dastur tuzib o'shanga yondashishimiz kerak. Va o'shanda natija bo'ladi. Murodjon, sizda necha yildan beri shogird? Bu kishi birinchi sinfdan men bu kishiga ustoz. Hozir nechinchi sinf, Murodjon? Oho, katta bo'laman. Albatta. Shu 5 yil ichida ancha tajribalari oshdi, Allohga shukr. Ancha yurishlari, mana atrof olamda mo'ljal olishlari ancha yaxshi bo'lgan. Hozir Allohga shukr, mana taqdim qilib boryapmiz. O'zi xalqimiz baho berib borishyapti. Bu yigitimiz juda ham taniqli ekan. Instagram olamida mana shu maktabda. Murodjon, siz bemalol hozir ko'chaga chiqsa ham harakatlana olasizmi? Voy, malades. Juda zo'r. Demak, ustozlaringizni o'gitlari sizga juda ham dastur amal bo'libdi-ya. Tolibjon aka, siz ham bemalol o'zingiz harakatlanib hozir o'zingizni darsxonalaringizga ham kira olasizmi? Misol uchun mana hozir shu yerdan bemalol o'sha nimagacha, sinfgacha borib biladilar. Bo'ldi. Murodjon yo'l boshlaydi, biz ketida ketamiz. Aha, ketdik o'g'lim. Qo'rqmasdan harakat qilamiz o'g'lim. Endi hassa bu ko'zi ojiz insonning ko'zi hisoblanadi. Shuning uchun ko'chada ham to'qnash kelgan vaqtda ko'zi ojiz inson, hassalik ko'zi ojiz insonga ehtiyot bo'lib, yordam beradigan bo'lsak agar, borib o'zimiz tanishtirib, darrov uni ruxsatisiz, uni hududiga kirish mumkin emasda aslida. Eng muhimlarini aytyapsiz hozir. Uning shaxsiy hududi, har bir kishining shaxsiy hududi bo'ladi-ku. Shuning uchun borib astagina past ovozda nima qilish kerakki, tanishtirib, yordam kerakmi biron deb so'rashimiz kerak bo'ladi. Balki kerak emasdir. Aslida hassalik kishi chiqdimi ko'chada, demak u
biladi. Qayerga Ha, ketayapti? ha, hassasiz, masalan, ko'zi o'zingiz bo'lishi mumkin, hassani tajribasi yo'q. U ko'chada yura olmasligi mumkin. Hmm. O'ziga ishonmagan oldida endi. Ishonganlar bo'ladi, ishonmaganlar bo'ladi. Nechta o'quvchilaringiz bor hozir, Tolibjon aka? Men 5 ta sinfda dars beraman. 13 ta, har bitta sinfdan 2 ta, maksimum 3 ta bola olishi mumkin. Individual shug'ullanish. Asosan ko'zi ojiz bolalar. Yo'q, qisman ko'ruvchi bolalar. Endi hozirgi vaqtda takliflar juda ko'p. Bu bo'yicha mana shu dars soatlarini, masalan, bitta sinfda 2 soat qo'yilgan, lekin bu 2 soat bilan ham masalan cheklanib, bu kam miqdorda. Bu jarayon o'rgatish uchun kam vaqt. Bu ustida ishlash kerak. Masalan, 3 soat qilish kerakmi? Misol uchun yana 1 soatdan qo'yish kerakmi? Va ko'proq mashq talab qiladi. Bola tog' o'zini o'sha boradigan manziligacha xaritasini chizguncha ancha ishlar olib borish kerak. Mana e'tibor bering. Mana shu to'g'ri chiziqli dedingiz-ku. Mana shu holatda mana bu hassamizni uchida bunday g'ildirakcha bo'lish kerak, aylanishi. Mana shu qulay. Chunki uni sudragan vaqtda to'lga vibratsiya beradi, bola biladiki shuni ustida yuribdi. Hozirgi hassamiz esa bu qalam usuldagi hassa deydi. Buni endi yana bitta usuli bor, iloji yo'q. Mana bunday qo'yib, arig'iga mana bunday ketish mumkin. Mana shuni o'rgatgan. Ha, Qulaylik bo'lishi uchun shu hassadan kelib chiqadi. albatta. G'ildirayli hassada bunday aylantirish mumkin. U bir oshishga, bir u yoqdan bu yoqqa borishga qulay bo'ladi-da, u g'ildirakda. Ya'ni tiqilib qolmaydi. Hamda vibratsiya beradi. Past tekislik bo'lganligi uchun qo'lga vibratsiya beradi. Bu bola haqiqatan shuni ustidan yurayotganini ishonch hosil qiladi. Demak, ijtimoiylashuv uchun darslarni soatini ko'paytirish kerak ekan. Ha, masalan, hozir bu yildan Nolavoy beriladi bizga. Nolavoydan 11-sinfgacha bizga ham 9-sinfgacha bor bizda. Nolavoy sinfdan 9-sinfgacha qo'yilgan. Aynan 10-11-sinflarga ham qo'yish kerak deb o'ylayman, chunki ular ko'chada endi faoliyat olib boradi. Ko'proq ularga ham kerak bo'ladi. Mana ko'p sportchilarimiz bor, ayrimlar boradi. Sportda yaxshi, lekin alohida bir harakat qilaman desa, o'zgina durtunadi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turibdi. Shuning uchun albatta 11-sinfgacha ham qo'yish kerak, hech bo'lmaganda. 1 soatdan, 2 soatdan qo'yish kerak degan taklifni beraman. Ya'ni ularni ham ko'chaga chiqaramiz. Demak, ular men aytganday o'sha keng jamiyatga qo'shiladigan vaqtlari. Demak, har bitta yigit mana shu boya siz aytgandek akvariumning ichida, ha, xuddi shunday. Biz ana shu hududimiz akvarium deb hisoblasak, mana baliqchalar, biz albatta bularni 11-sinfdan keyin okeanga chiqishiga hozirdan tayyorlab, har tomonlama pishirishimiz kerak, tayyorlashimiz kerak. aka, rahmat kattakon. Mehnatingiz juda ham qadrli. Mehnatingizga rozi bo'ling. Hech qachon charchamang. Mana shunaqangi Murodjon kabi yigitlarni tarbiyalashda, ularni jamiyatga integratsiya bo'lishida hech qachon tolmang. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Har doim mana shu ustoz bo'lib, bularni rivojlanishida, izlanishda hech qachon tolmang. Muvaffaqiyatlar tilayman aka sizga. Rahmat sizga ham. Mana shu bizni maktabimizga shuncha uzoq yo'ldan keldingiz. Mana shu biza bilan yaqindan tanishish uchun, mana shu e'tibor uchun sizga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Hammamiz nomimizdan mana shu yerdagi ta'lim olayotgan va ta'lim berayotgan insonlar nomidan sizga kattakon rahmat. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa kelajakda albatta loyihalarimizni amalga oshirish uchun siz bilan yana hamkorlik qilamiz degan umiddaman. Bunga biz tayyormiz. Buxoroga kelishdan oldin oldimda katta maqsad bor edi. Ya'ni Tolib aka, siz bilan, sizni o'quvchilaringiz mana shu ukamiz Murodjon, boshqa o'quvchilaringiz bilan ko'rishib, suhbatlashish edi. Albatta bu amalga oshdi. Bu uchun sizga, sizni jamoangizga, mana shu 24-sonlik Nurli maskanni jamoasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham mana shu kamtarona mehnatimizni shu Instagramdan ko'rib, katta baho berib, she'ri bizga e'tibor tushgani uchun katta rahmat sizga. Men uchun bu albatta bir muvaffaqiyatning bir
bo'lagi deb hisoblayman. Va bir sizga iltimosim bor, mana shu Instagram tarmog'ida videoni ko'proq chiqazing. Bu nafaqat siz orqali sizni darsliklaringiz, mana shu o'quvchilaringizga berayotgan ilmlaringiz, bilimlaringiz, o'sha amaliy darslaringiz orqali boshqa insonlar ham o'rganyapti. Boshqa insonlar ham o'rnayapti. Balkim bir xil insonlarni ota-onalari bundan saboq chiqazyapti. Juda ham ko'p insonlarga foydasi bor loyihalar qilyapsiz. Buni ko'paytirishimiz kerak, albatta rivojlantirishimiz kerak. Buni butun O'zbekiston ko'rishi kerak. Sababiki har birimizni bo'lmaganda yonimizda yoki uzoq do'stlarimiz orasida mana shunaqangi ko'zi ojiz insonlarimiz bor. Albatta ularga qanaqangi muomalada bo'lish, qanaqangi ular bilan muloqotda bo'lish va ularga qanaqangi yordam berishni albatta sizni darsliklaringiz orqali ko'pchilik o'rganib bormoqda. Shuning uchun sizga rahmat. Albatta eng katta maqsadlarimdan ham biri shu, ya'ni mana shu ota-onajonlar shu farzandiga meni darsligim orqali, shu metodikam orqali o'z farzandlarini tarbiyalashlari yoki mana shu hayotga tayyorlashlari ham men uchun bu katta baxt. O'sha jamiyatimizga shu bo'yicha ham yordamim tegayotganidan xursandman. Albatta to'xtab qolish yo'q. Bu narsalarni albatta kengaytiramiz. Mana shu bolajonlarni har biri uchun, har birining taqdiri uchun kurashishga tayyormiz. Rahmat sizga. Rahmat. Murodjon, siz yo'l boshlab keldingiz. Sizga kattakon rahmat. Baraka toping.